Assalomu alaykum hammaga. GT Cartuning obunachilari. Biz Nexus 3 mashinasini bitirganmiz. Bu mashinani to'liq holatda mashinani hamma ishlarini qilib berdik. Xudo xolasa qo'limizdan kelgan hamma ishlarni. Xo'p, bu mashinaga tashqaridan birinchi bo'lib sanab o'tamiz. Tashqarida bo'lgan ishlar mashinaga LED qo'yib berganmiz, ya'ni faralariga LED H4 dan qo'yib berganmiz. Tumankasiga H11 larni qo'yib berganmiz. Dalniy bilishni o'zida bo'ladi, lupalari ham o'zida bo'ladi. Yoritishlari liniyalar bilan birovni ko'ziga tushmaydigan, birov so'kmaydigan yaxshi ledlardan qo'yib berganmiz. Mana bu leddan H4 mana. Bu ledning narxi hozirgi kunda 250 ming so'm, pasiniki 150 ming so'm. Tumankaniki. Keyin yana bunga qilib bergan ishlarimiz kapotiga broni plyonka qilib berganmiz. To'liq holatda kapot broni plyonka bo'lgan. Bu kapot broni plyonkamiz hozirgi kunda $150. Gidrofoflari bor, chizilsa, qirilsa boshqa bo'lsa, xudo xolasa o'zini o'zi vastanavit qiladi. Mayda-mayda toshlardan saqlaydi. Mashina hali yaxshi holatda ekan. Mashina 9000 km yurgan, probegini ham ko'rsataman sizlarga. Yaxshi holatlik uchun kapotini o'zini broni plyonka qilib qo'ydik. Xo'p, yana keyin tashqarida bo'lgan ishlar 360 kameralar qo'yib berganmiz. Hozir bu bakovoyda kameralar 4 ta kamera qo'yiladi, ya'ni ikkita bakovoyga, oldi orqasiga. Mana bu oldidagi kamera bo'ladi 360 ga. Mana. Ikkita bakovoy orqasida. Bu mashinaga tonirovka qilib berganmiz. Bu tonirovkamiz hop, qilib bergan 600 ming so'm. Ya'ni ikkita eshik, orqa labovoy 600 ming so'm bo'ladi. Ichkaridan ko'rinishlari yaxshi, so'zlashtalari baland. Yaxshi tonirovka qilib berganmiz. Mana bu orqasidagi kamera 360 ga. Endi mana salonda qilingan ishlar. Hop. Salonga o'tiramiz. Hop, bo'lgan ishlar bu yerda. Hop, tez o'sha aytganim monitori bilan 360 qo'yib berdi. Hozirgi kunda bu 380-390 dollar bo'lyapti. 6 ga 128 tez bo'ladi. O'sha 4 ta kamerasi 360 bilan birga bo'ladi. Xizmati ustanobkasi qo'yib berishimiz. Hop, buni o'zimizning mashinalarga 1 million so'mga ustanobka qilib beramiz, ya'ni nastroyka qilib, to'liq holatda shablonlarni qo'yib beramiz. Mana bu ko'rinishi. Tepadan ko'rinishi mana to'liq holatda zadni ko'rsanglar palasalar chiqib to'liq holatda ishlaydi xudo xolasa. Endi bu mashinada kan yo'q, shuning uchun eshiklar ko'rsatmaydi. Agar kobaltlarga ulasanglar, kan bilan ko'rsatadi xudo xolaga, kan bilan ishlaydi. Eshiklar har bittasi alohida ko'rsatadi. Keyin yana bu mashina qilib bergan ishlarimiz Malibu 2 rul qo'yib berganmiz. Mana Malibu 2 rulni qo'yib berganmiz. Bu Malibu 2 rul. Xo'p, hozirgi kunda buni ikki xili bor. Mana bu nikkeli bor, original. Bu ham original, u ham original. Hop, original Malibu 2 rul bunimiz $145, oqi bor $135. Xizmati 300 ming so'm, ya'ni Gentra Nexus 3 ga. Kobaltlarga bo'lsa 300 ming so'm xizmati, 200 ming so'mga agar Microphone cruise kontrollarni yoqib berishi alohida bo'ladi. Hop, keyin yana bunga tunnel datchik qo'yib berganmiz, ya'ni mashina qorong'iga tushganda, tunnelga tushganda, ya'ni qorong'i tushganda shom paytlarida o'zi avtomatik svet yonadi. Mana kulchat bilan yoqib o'chirmaysizlar. Hozirgina inomarkalarda o'zida chiqadi shunaqa narsa. Hop, keyin bu mashinaga polik taqib berganmiz. Kardinal poligida mana yaxshi, turishlari ham qolipdek bo'lib, zo'r bo'lib turibdi. Endi kimga qanaqa bilmadim, menga lishni yoqdi, zo'r turibdi. Bu polikimizning narxi $35 bo'ladi. Chexol o'zida bor ekan, keyin bunga bar qo'yib berganmiz, aytgandek zavodskoy bari. Bu zavodskoy bari 200 ming so'm. Qo'yib berish tekin. Bunda tiqib qo'ysanglar bo'ldi, bitta fleshkani ulab qo'ysanglar, mana bu yerga o'zinikidan chiqarib bu yoqqa tiqib qo'yiladi. Bo'ldi. Xizmat ichida demoqchiman. Shunaqa xizmatlarni qilib berganmiz. Keyin yana qilib bergan ishlarimiz kamerani aytdim 360 laminatsiya qilib berganmiz bu mashinaga to'liq holatda. Salonni mana. Ya'ni 4 ta eshik, 4 ta parok. Mana stoykalar ham polniy mana bo'lgan. Boshidan oxirigacha bo'lgan hamnaqa. Mampgacha ham chalamas yoki mamut o'zimas to'liq holatda qilib berilgan. Ya'ni bo'ladigan joy 4 ta eshik, 4 ta parok, bardachoq bo'ladi. Orqadagi bagaj anaqasi bo'ladi, plasmasasi. Bagaj plasmasasi ham bo'ladi. Mana ham joyi bo'ladi. Bu yoq lattalik uchun bu yoqqa yopishtirmaymiz. Keyin bunga subwoofer qo'yib berganmiz, ustulitlar o'zida. Hop. Bagajni ham anaqasini ham joyini egallab turmaydi. Akkuratlik kichkinagina subwoofer. Boshqa joylari mana bo'm-bo'sh bo'lib, bemalol mana boyiga yetgan laytlarim. Xullas, subwoofer qo'yib berganmiz, ustulitlar o'zida. Hech qanaqa bo'lmaydi. Bitta bufer bilan ish hal bo'ladi. Xo'p, bu buferimiz hozirgi kunda $100. Xizmati 300 ming so'm ustanobka qilib beramiz. Ya'ni o'zimizning mashinalarga. Ya'ni o'sha Cobalt, Gentra, Tracker, Nexus 3 shularga qilib beramiz. Xo'p,
boshqa ishlar xudo xolasa tugadi. Hamma ishlarni mana shunaqa qilib xizmatlarni ko'rsatib berganmiz, komplekt qilib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarni ham ishlarni, mana shunaqa kompleks ishlarni chiroyli qilib hal qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.